Akalar, dehqon buqa boqadi, buqa boqishdan sabab har xil yaxshilikka, bir sababga bir sotishadi endi dehqonlar. Kimdir to'y qilaman deydi, kimdir o'g'limni uylayman deydi, kimdir qizini chiqaraman deydi. Kimdir farzandim yaxshi o'qishlarda o'qishdaman deydi. Kimdir qurilish qilaman, shu qurilish qilganimda sotaman deb niyat qilib buqa boqadi. Akalar, dehqon xonadonida turibman, buqamiz o'ynab turibdi. Shu buqamiz akalar, pulzari bu sotiladi. Sabablarini mana aytib o'tdim. Dehqon faqat yaxshilikka boqadi akalar. Sababini aytib o'tdim. Mana bu yerda qurilish ishlari ketyapti. Shu qurilishni sabab shu buqamiz sotilar ekan akalar. Dehqon xonadondaman. 2025-yil hafta kuniga payshanba 12-iyun kunda turibmiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa qishlog'idaman. Ya'ni o'zim mahallamdaman akalar. Oqtepa qishlog'iga kelaverasizlar. Buqani zoti qanaqa desalaring, Greenford rossiyskiy gibrid ekan akalar. Mana gibrid buqamiz sotiladi. Oyoq qo'llarni ko'rsataman. Sekin holatlarni ko'rsataman. Ma'lumot uchun aytaman akalar. Bo'ylarni o'lchab qo'ydim. Bo'ylarni men dehqon bilan o'lchadim. Bo'ylari akalar 1.20 chiqdi. Vaznini taxmin qilaverasizlar. Vazni akalar 300 kilodan kam emas. Vazni 300 kilodan kam emas, bo'ylari 1.20. Sekin ko'rsataveramiz. Mol sog'lom akalar. Yeb ichish sinalgan. Qanchadan beri boqyapsan? 3 oydan beri dehqon xonadonda shu baqir. 4-oyga o'tyapti. Shu mana sotiladi akalar. Sekin ko'rsataveramiz. Rossiyskiy Greenfordga gibrid akalar mana. Oldilardan ham sekin ko'rsataman akalar. Yeb ichishlariga bir hafta 10 kun dehqon javob beraveraman. Bir hafta 10 kun deyishyapti mana. Yeb ichishlar nihoyatda kuchli zo'r deyapti mana akalar. Xudo xolasa dehqon bilan kelishib olasizlar akalar. Inshaalloh kelishib olasizlar. Dehqon narxni aytaveradi. Aytilgan narxlar muhim emas akalar. Talashib, tortishib, murosa qilib, kelishib olaverasizlar akalar. Sekin arqa oldini ko'rsataman-da, narxlarni ham sekin aytishni boshlaymiz. Mana orqalarida aka. Akalar, yaqinda bo'lsalaring kelib ko'rganlaring yetmaydi. Ko'pchilik aytadi, telefonda yo katta yo kichik ko'rinar ekan deydi. Haqiqatda shunaqa akalar. Kelib ko'rib olsalaring, maqsadga muvofiq bo'ladi akalar. Dehqonni qo'lini ushlab, ka jonivor. Tashqariga chiq, akalar, tashqariga buqani har zamonda olib chiqib turish kerak deb o'ylayman o'zimcha. Hozir mana chiqdi, maza qilib yuboryapti. Naryoqda sheriklar ham bor ekan. Xo'p. Akalar, molda narxi bor o'zi. Sizlar kelishib olasizlar har qanaqasiga. Biron marta dehqon aytganiga sotgan emas, mana. Nech marta chiqargan bo'lsam, aka o'tib berdim, sotdim, sotildi qilib qo'ying, baraka qilib qo'ying deyshadi. Sotildi deb baraka qilaman. Nech pul o'tib berding desam, o'tib bergan bo'ladi, yaxshi, lekin murosa qilib sotgan bo'ladi. Buni ham xudo xolasa murosa qilib olasizlar akalar. Murosa qilib olasizlar. Xo'p. Narxni aytavering o'zingiz deyapti. O'zing bir ozim aytgin, mana eshittirib. 23 bersan aka. 23 million 200 ming mana dehqon aytayapti akalar. 23 million. O'zim oshnamga ham anaqa qilmadim. O'zarlari bilan sotilyapti. Ozgina kunlar oldin o'zini og'aynisi ham xaridor bo'lgan ekan. Sotmadim deyapti. Pulim bor. Endi zaril bo'lib qolib, mana yaxshilikka akalar, mayli qurilish ketyapti. Yaxshilikka xudo xolasa sotaman deyapti. 23 million so'm xayri bor, kami bor. Akalar, molda narxi bor. Molda narxi akalar chiqadi. Siz qo'ng'iroq qilasiz, molda narxini kelishasiz. Albatta kelishasiz xudo xolasa. Baland aytyapti, pasatyapti deyilgan gaplar og'zaki bo'laveradi, lekin molda o'zi narxi telefon qilganingizda chiqadi. O'zingiz murosa qilib kelishib olasizlar. Xudo xolasa akalar, 4,5 daqiqalik video qildim. To'liq yoritdim, ko'rsatdim mana. Kelaverasiz. Andijon viloyati mol baza qilyapti, tashqariga chiqqan. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa qishlog'i. Kelaverasiz akalar. Mana shunday turgan fon ham ketyapti mana shu yerda. Qani? Voy jonivor. Bo'ldi, fonga ham oldim. Nihoyatda zo'r. Qani? Voy jonivor, mana shu kerakda menga. Mana akalar, fonga ham rasmga oldim. Gap bo'lishi mumkin emas. 23 million 200 ming xayri bor, kam bor.
kelib savdolashib olaverasizlar. Rahmat, hammaga sog' bo'ling.